Muzaffar, uyalmaysanmi ro'za Ramazon kunlarida shunaqa gaplarni gapirishga? Kap-katta uylantiradigan bolasan deyishingiz mumkin. Uyalaman, lekin aytmasam bo'lmaydi. Hurmatli akalar, ayollar bilan jinsiy yaqinlikka kirishganda kimdirki peshonasiga miltiq tirasam, ayolni orqasiga o'tib sakramang. 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinib ketishingiz mumkin. 19 yoshli bitta bola hozir sud hukmi chiqqan 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Nima uchun? G'ayritabiiy usul orqali jinsiy yaqinlik qilganligi uchun. Aksiga olib o'sha ayolni o'zi rozi bo'lgan shu narsaga. Qisqasi bir ayol kishi bilan kengayishga bilan bola munosabatga kirishadi. Jinsiy yaqinlik qilish davomida ayol kishi orqaga o'tishlikning taklifini beradi, bola ham orqaga o'tadi. Ya'ni ayolni o'zi xohlab chaqiradi o'sha narsaga. Va ayolga tan jarohat yetadi. Qayerga tan jarohat yetganligini yaxshigina tushundilar. Siz o'zi bunaqa gaplarni gapirishga ancha uyalib turib gapiryapman, kechirasizlar. Va so'ng natijada ichki ishlarga borib ariza berilgan, boladan pul talab qilingan. Ariza berilishlikdan avval bola pul bermagandan so'ng ariza yozib berilgan va natijada oxiri bir necha kun bo'ldi, sud hukmini o'qidik biz. 7 yil 6 oyga 19 yoshli bola bir marta orqaga sakragani natijasida qamalib ketdi. Akalar, birinchi o'rinda bu fahsh, bu zino kerak emas. Halolda halovat bor. Bo'lmay ketayotgan bo'lsa uylanish kerak, tinchgina. Eng tinch shu. Bitta gap bor o'zi bilsangiz. Erkak kishi 3 ta narsasini tiysa, hayoti go'zal bo'ladi dedi. Birinchisi ikki oyog'i o'rtasidagi narsani dedi. O'sha narsani tiysangiz bo'ldi, yetarli. Keyingisi nafsingizni va tilingizni tiyishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa joylarga bormaysizlar va ayollarni o'zlaridan shunaqa taklif qiladigan bo'lsa ham iltimos qoching. Bu sizga qo'yilgan tuzoq bo'lishi mumkin. Ertaga buni natijasida jinoiy javobgarlikka tortilib ketib, butun kelajagingizni 2 minutlik kayfga almashib yuborgan bo'lasiz. Videoni orqaga sakrab yuradigan bolalarga yuborib qo'yinglar. 20 yilgacha qamalib ketishi mumkin.